Iqro, ya'ni o'qi, muqaddas islom dinimizning muqaddas kitobi bo'lgan Qur'oni Karim aynan mana shu oyatlar bilan nozil bo'lishi boshlangan va mana shuning o'zi dinimizda ilm olishga, bilim o'rganishga qay darajada urg'u berilganini anglatib turibdi. Islom sivilizatsiyasi markazining bo'limi birinchi Renessans davri ekspozitsiyasida aynan mana shu oyatga, ya'ni Iqroga alohida urg'u beriladi. Bu haqida bugun bo'lib o'tgan taqdimotda aytildi. Birinchi Renessans bu ko'proq ilm fanga bag'ishlanganligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan birinchi islomga kirib kelishi bo'yicha ba'zi bir takliflarni oldik biz rahbarlardan. Mana masalan Iqra degan sura bor. Seni yaratgan Rabbing nomidan o'qi deydi. Mana shu sanga inson bilmagan narsalarni o'rgatdi degan. Mana shuni juda ham yaxshilab ko'rsatish bo'yicha topshiriq oldik. Albatta buni iloji boricha yaxshilab o'sha turli shakllarda namoyish etishga harakat qilamiz. Gadjetlar, sun'iy intellekt, VR va AR texnologiyalari rivojlanayotgan bir vaqtda muzeylarda shunchaki eksponatlar yoki bir to'plam kitoblarning turishi ertaning egalari deb ta'riflanadigan yoshlarni zeriktirib qo'yishi tabiiy. Buni tan olish kerak. Aynan mana shuning uchun ham markaz qoshida tashkil etilayotgan ekspozitsiyalarda eng so'nggi rusumdagi texnologiyalardan foydalaniladi. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz mana shu tashrifga kelgan paytlarda aytib o'tgan edilar. Bu ekspozitsiyalar zerikarli bo'lib qolmasligi kerak. Kirgan odam o'sha kitoblarni ko'rib yoki biror narsani ko'rib, shu bilan zerikib qaytib chiqib ketadigan holat bo'lmasligi kerak. Iloji bo'lsa allomalarimiz o'zi gapirsin degan g'oyani bergan edilar. Biz buni ustida ishlayapmiz. Masalan, Abu Ali ibn Sino u haqida ma'lumot ketayotganda o'zini tib qonunlari degan mashhur asarini o'zi tili bilan gapirib beradi. Mana men falon yili shu asarni yaratdim. Bu asarimda meditsinani quyidagi qismlariga e'tiborni qaratdim. Hokazo va hokazo. Shunga o'xshab kiruvchilarni o'ziga jalb etadigan qismlari haqida ham juda ko'p fikrlar bildirildi. Tarixdan ma'lum O'zbekiston ilm markazi bo'lgan, ayniqsa bu masalada Xorazm Ma'mun akademiyasining o'rni beqiyos. Shuning uchun ham ushbu akademiya haqidagi alohida ekspozitsiyani uchratishingiz mumkin bo'ladi. Xorazm Ma'mun akademiyasiga asosiy e'tibor qaratiladigan bo'lyapti. Zero bu o'sha katta ilm dargohi. Biz aytib o'tdik, birinchi Renessans bu har bir kelgan inson avvalambor o'zini mana shunaqa ilmiy dargohga kirib qolganligini his qilish kerak. Bu yerda o'sha Xorazm Ma'mun akademiyasi bo'ladi. Undan tashqari yana aytib o'tish kerakki, Xorazm Abu Rayhon Beruniyni xaritasi, globusi bo'lgan, o'z paytida yaratgan. Uni globusi katta shaklda aks ettirib, uni nafaqat ko'rish, shu bilan bir qatorda ushlab ko'rish va ma'lumot olish bo'yicha ham fikrlar bildirilgan. G'oyalar va takliflar ko'p, reja ham aniq. Xo'sh, amaliy ijro qachon bo'ladi? Biz har bir mana shu birinchi Renessansga kiritilgan eksponat bo'ladimi, loyiha bo'ladimi, qilinadigan mulyajlar bo'ladimi yoki filmlar bo'ladimi, immersiv shoular bo'ladimi, ancha yig'ib qolindi. Endi bularni mana shu yuqoridagi talablar asosida, birinchi navbatda ilmiylik asosida va qolaversa shu kirgan insonlarni, ziyoratchilarni o'ziga jalb qiladigan holatda shu bugun ertani davomida hammasini muddatini belgilab, iloji boricha aksariyat materiallarimizni shu avgust oyining boshlanishiga yakunlash haqida bir ko'rsatmalarni oldik. Ishlar jadal davom etmoqda. Sizni oldinda yana qiziqarli ma'lumotlar kutib turibdi. Bizni kuzatishda davom eting.